o'sha quruqto'qlarning mavzusiga qaytamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda yana bittasi quruq bo'lib qolgan va ko'pchilik bilmagan bitta narsani aytib o'tib ketamiz. Oldingi videomizda quruqto'qni qo'yganimizda aynan o'sha quruqto'q inkubatorda chiqqanmi yoki tovuq ochib chiqqanmi deb ko'pchilik so'rabdi. Mana shu yerdagi hamma tovuqlar jo'jaligidan o'zimiz katta qilganmiz. Inkubatorda chiqqan, inkubatorda ochirilgan tovuqlar. Mana bu quruq bo'lgani yana quruq bo'ladi bular. Sababi jo'ja tovuqlar hali yoshiga to'liq to'lmaganligi uchun hali quruq bo'lishni boshlamadi. Ertaga yozda, bahor oxirlarida bular hammasi quruq bo'lib ketib qoladi. Juda ko'p quruq bo'ladi. Mana bu yerda turli tovuqlarimiz ikkinchilik ketyapti. O'tgan yil rosa ko'p quruq bo'lgan bularni ham hammasini inkubatorda ochirtirib o'zim katta qilganman. Ya'ni bu tushunchini noto'g'ri. Ko'pchilik jo'ja ochganini ham so'raydi. Inkubatorda ochganmiz quruq bo'lmaydi deyishadi. Yo'q. Inkubatorda ochadimi, tovuq ochadimi? Bu tovuqning genida bor narsa. Tovuq baribir quruq bo'laveradi va quruq qilishning asosiy bitta narsasini aytib o'tib ketamiz. Tovuqni tagida tuxum yig'ilib qolsagina juda ko'p holatda tovuq o'shaning ustiga yotib oladi. Mana bu yerda tuxumlari bularni ham olamiz. Tovuqimiz to'liq quruq bo'lgan, tagiga 15 ta tuxum oladi. 12 ta, 13 ta, 14 tagacha jo'ja ochib chiqadi. O'tgan yil rosa bilan videolarni qo'ygan edik. Qora shahzoda zotni. Shuni jo'jalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan shu zotni jo'jalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bugun inkubatordan chiqadi, 8 kun oldin chiqqanlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xayr sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni parrandachi qog'ozlarga jo'natib qo'yishni va kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqazmanglar. Mana, gigant qora savdoda xorozimiz.